Bizdagi shu to'y egalarining iltimosidan bilan shu san'atkorimizni şöyle chaqirtirgan ekanlar, uning qo'shiqlarini istab kelgan bo'lsa to'y qatnashchilari shunda o'tiribdilar. Ular aytibdi, qo'shgan urish kerakmidi? Shu qo'shgan urishmani qoldiramiz, faqat shu san'atkorlar xizmat qilsin deb turibdilar. Shuning uchun yana albatta san'atkorlarimizga beramiz. Aziz do'stlarimiz, mana shunda yaxshi niyatli insonlarimiz bor. Ularning yaxshi niyatlarini, orzu-istaklarini eshitamiz. Mana shu xonadonning yaqin bir insoni bo'lgan Ibinchiroq avlodlaridan mana shunda shu yon qo'shlar, jon qo'shlar bo'lmish Ozod aka, o'zingizning yaxshi niyatlaringizni aytsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bizning ukamiz Baganlikni, kelimiz Sharomatni, shunning ulug' ayyom kechasi bilan qizg'in tabriklayman. Amina akama ham yengamizni xush kelin, qutlug' qadam bo'lsin deyman. Ikkisi baxtli bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, bola chaqasi ko'p bo'lsin. Endigi shu yillar o'g'il farzand ko'rganimdan shu Akam akani olib kelib to'y berib o'tirish nasib etsin. Hammangizni xonadonimizda to'y bo'lsin. Rahmat. Rahmat Ozod aka. İsteklaringiz ro'yobga chiqarsin. Mana shu yerda mana shu to'y haqli yaxshi niyat bilan kelgan insonlar mana bu Akam akamizdan ajoyib qo'shiqlarni, mana shu qaro ko'zi mashhurlarni iltimos qilib turibdilar. Qo'shi yangi uyga qadam bosar yor-yor, o'chmas qilib ushbu uyga nomin yozar yor-yor. Yor-yor aytib ikki yoshning boshim qo'shdik yor-yor. Menga yonsin muhabbatning chiroqlari yor-yor. Sevgi muhabbatning chiroqlari abadiy yonishiga o'zlarining yaxshi niyati bilan kelgan. Eng avvalo mana shu xonadonga yangi bir farzand qo'shgan kelinchagimizning dugonajonlari Tojigul hamda Donalarning tabriklanishini. Assalomu alaykum, baxtli kechamizning baxtiyor qatnashchilari. Mana bugun biz dugonam bo'lmish Karomat va shu kundan e'tiboran uning umr yo'ldoshi bo'lmish Bagandik og'amlarning nikoh to'yi son oqshomda o'tirgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik tilayman. Yagona tilagim baxtli bo'lingiz. Shunday go'zal zamonda o'ynab kulingiz. Sevgiga ayb yo'q deganlaridek, hovlingiz to'lguncha farzand ko'ringiz. Rahmat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun biz dugonam Sharomatxon va uning umr yo'ldoshi bo'lmish Bagandik og'amlarning misol oqshomda o'tirgan ekanmiz. Men bularga baxtli hayot, mustahkam hayot, shu baxtli bo'lsalar, hamisha shu bir-biriga sof sevgi muhabbatli izzatda bo'lsalar. Rahmat. Kelin kuyovlarni uchun Bir-biriga tilaydi tilak, baxtli bo'lgin aziz opajon, shudir sening singlingdan tilak. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana biz opam Karomat va uning umr yo'ldoshlari bo'lmish Bagandik og'amlarning to'yiga yig'ilishib o'tirgan ekanmiz. Men ularga baxt, saodat, sog' salomatlik tilayman. Ro'molingiz boshingizda, soyalari qoshingizda, 20 yoshingizda to'ylaringiz muborak. rahmat. Odob bilan so'z olgin. So'zi san'at desinlar, ma'nosiga yetganlar bu haqiqat desinlar. Ixlos qo'yib tilingdan, bajarsang el ishini, mamnun bo'lib odamlar senga rahmat desinlar. Yaxshiliging tufayli olqish olsang elingdan, bor yo'lingda do'stlaring shun do'stimiz desinlar. Mana kuyovimizning eng yaqin do'stlaridan yon qo'shnilar ham bo'lib, mana Obuljon bilan Ulug'beklarning tabriklarini eshitdik. Ularning yaxshi niyatlariga biz ham qo'shilsak. Hurmatli mehmonlar, mana bugun do'stimiz Bagandik va uning shunga e'tiboran yo'ldosh bo'lmish Karomatlarni misol oqshomiga yig'ishgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib kelishga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Ularni hamisha eng yomon kunlarni Hozir qadam o'tib uyga kelar. Hozir bo'lsin. So'z kerak boshqa so'zni aytsinlar.
Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana shu jamoat atasida shu 2 yoshga azalmiz vaqtida Siliman hamisha vaqtda bo'lsinlar. Eng yomongilar shunday bo'lsin. Dinle gap bo'ldi, hammasi yaxshi. Hamisha vaqtda yashasizlar. Rahmat. Rahmat. İsteklerinizde biz ham qo'shilamiz. Aziz do'stlar, yana navbatni san'atchilarimiz. Inshaalloh lirik keling endi hammani o'yinga taklif mehmonchilar mehmonga loyiq qo'yish uchun chehralar gulgul ochilgan qo'lda jarang hozir bikin qanchalar o'ynab ko'rsak ey do'stlarim hozir bikin. Rahmat. Ne naučil? Ya kadar, ya deme özel alsın. Deme özel alsın. Dışında gördüm, ürkükken yaş uzarından. Sıbanım bülbülüdür, kayısı başının ardından. La ya almalı yapıl sıra mı diye? Kayısı bağının bülbülüdür, kayısı başının ardından. Seher şanları, sineme asanmış dağları. Görmüşem seher şanları, sineme asanmış dağları. Baştan kara kalpanları, nazik sümbül kardan. Baştan kara kalpanları, nazik sümbül kardan.
aşıktır zulüm yürümese eyle düşer ya sen bakmay zamanım Kıraneler yaraşay sen bakmay zamanım Kıraneler yaraşay aziz kuşu kaşanım Eymaneler yaraşay aziz kuşu kaşanım Eymaneler yaraşay Çekeceğim öpün hey. Üstelik öpün. Öpün kayın mı kayın? Bu.
yetmeyince ordularına kurmasalar bu en evvela toy beriyatlayan insanların kanı tuzumuzun şöyle hürmetler gelgen sanatkarımızın hürmeti. Uzakta yakında gelgen başka dosyaların hürmetleri. Evet, böyle. Bilayım bu ne bir? Yaşını sen akıp tabla akıran. Assalamu alaikum. Aziz kerafasıyla. Bana bir gün evvelen bu PlayStation Mertapı Boğa Toktan'ın uyunda, Eminbay Gören uyunda, Boğacan Mehmet Turdu, Bayrapam Toktalarının uyunda günün şadiyana güller. Buna hemen kımmatlı vaktlarınızı ayamazdan şu gelip şuların bırışkısın, şadlıkını böyleşim alıp oturttular. Çünkü hemen çetten rahmet. Şu Kılıçoklar ailesi, şu Eminbaylar ailesi, sizlerin bir de yaşlılığınızda barıp, İnşilik toylarınızda bir kere durup, başlarınızda yaşlılar hizmet ediyorlar. Hem ülkenizde toy tamaşası olaversin, bu güzelen barıp hem hizmet ediyorlar. Yaşı görülen kızlar mutlaka hayatta kadar koymakta. Bunun erkesi şöyle boğazı giyilip yürüyüp, şu bizi sevgen, halkını sevgen sanatkarını şu yaşa kızlar. Bana şu sanatkarımıza bin rahmet, soy aklı namından. Bu anda uzaktan yakından gelgen başka dostlarlara, sizlerin ailenize hürmetle gelgen, şarttan bana şu sanatkarlarımıza bunlar tasarruf kılmışsın. Esselamu Aleyküm hürmetli arkadaşlar. Hemen elimizin için yaxşı güzel olsun. Ben hürmetli şu atayam hürmetli. Ceyneysen meyde kette rahmet. Sizden yemin gücünü yaxşı böyle olsun. Şu tamamen sözünü sındırmış yaşlametli. Min rahmet. Hemen de şimdi böyle olsun. Hiç kimin baktı yapmaz. Rahmet. Rahmet. Aziz dostlar, şimdi gelin cevaplar orijinal